Barchaga assalomu alaykum, hurmatli O'zbek media obunachilari. Mana 8 oy bo'libdi video chiqqaniga oxirgi marta va mana oradan shuncha vaqt o'tdi. Sizlarga yana video qilishga qaror qildim. To'g'ri, kanalda posti kamayib qolgan, chunki shaxsiy hayotga fokus qaratilgan, boshqa shaxsiy muammolar, shaxsiy rejalar, mana shu planlar bo'yicha harakat qilinyapti, ketilyapti. Xo'p, keyingi videolar qachon chiqadi bilmayman, lekin alhamdulillah hayotimda hammasi yaxshi, zo'r. Yangiliklar bor anchagina, kanallarda o'sish bor, может qanaqadir darslik yoki boshqa chiqarib qolarman, lekin bunga va'da bermayman. Sizlar shunchalik obuna bo'lib kuzatayotganlar uchun 44 ming obunachi biza 2020-yilda kanal ochilgan bo'lsa, 2019 ochilgan bo'lsa, shuncha 5 yil, 6 yil vaqt mobaynida men bilan bo'lgan hammaga rahmat. Mana oldindan kuzatib keladigan hammaga kattakon rahmat birinchi o'rinda. Va to'g'ri, biza aytganimdek, O'zbek media kanalini har doim monetizatsiyaga ulashga harakat qilganman, lekin bu kanal ulanmagan. Hop, ulanmagan bo'lsa ham boshqa kanalda biz pul ishladik, ularni hammasini sizlarga ko'rsatdim, qo'yib berdim, ko'rsatmasini ya'ni rezultat qildik biz. Va mana o'sha kadrdan ko'rib turganlar-da, kачество hozir umuman boshqacha. Bu degani o'sha ancha ko'rsatmasini o'sishlar, rivojlanishlar bo'ldi. Mani bittagina oddiy bitta, misol uchun qishloqda yurib qilgan videoyim qancha prosmotr olgan misol uchunda. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim interesli bo'lgan, lekin shunga ham negativlar kelgan, qanchadir negativlar, tam real hayotda ko'rishgandagi negativlar necha, lekin mana shunaqangi pog'onalarni o'tib, bosib o'tib, shunchalik mana 44 ming obunachiga erishdik va bu kanalda shuncha, boshqa kanallar bor. Undan ham ko'proq obunachilar. Mayli, shaxsiy hayotga qaytamiz. Shaxsiy hayotda Xudo xolasa to'y sizlarga ham nasib qilsin, Xudo xolasa. Ya'ni baribir hayot ijtimoiy tarmoqdan, ya'ni YouTube kanal yoki umuman boshqa Instagramdan iborat emas, shaxsiy hayotga ham fokus qaratish kerak. Va 6 yil bo'lgan bo'lsa, misol uchun YouTube boshlanganiga уже hazilakam vaqt emas. Misol uchun agar boshidagi videolarni ko'rsanglar, o'tda gapirish bilan, ertaga o'zini odam tutish bilan hozir ancha umuman tajribalar oshgan. Gapirish stili boshqa, kamera bilan ishlash, boshida qanaqadir muammolar bo'lgan, videolar o'chirib yuborilib, lekin hozir mana hammasi improvizatsiya, обязательно montaj bo'lmaydi. Shuna bitta zapisni bosaman, ketdi. Shunaqa gaplar. Men bilan qolinglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar birinchi o'rinda. Kommentariyada o'zlaringiz fikrlarini yozib qoldiringlar va bu qanaqadir menimcha baribir xolamasa qanaqadir bir esdalik video o'zim uchun bo'lib qoladi. Может быть qachondir bu kanal yana balki yaqinda, balki keyinchalik yana ham anaqa qilib ketar. Obunachilari ko'payib, videolar joylab, faol yuritib qolarman. Ertaga nima bo'lishini bilmaymiz. Men bilan qolinglar. Xudo xolasa men sizlarga qo'ldan kelgancha foydali videolar chiqarishga harakat qilaman. Kuzatganlar uchun rahmat, oxirigacha charchamanglar. Sizlar bilan O'zbek media kanali va Umidjon Yo'ldoshev bo'ldi. Charchamanglar.